irodani o'zi nima? Insondagi eng muhim va eng qimmatli fazilatlardan biri. Uni tarbiyalash va rivojlantirish orqali qo'lga kiritiladigan narsa insonni bir ijobiy fazilati deb aytgan bo'laman. Uni tarbiyalash usullari qanday bo'ladi? Bular haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Masalan, men nima qilganman? Kichik maqsadlar qo'ydim. Katta va qiyin maqsadlarni birdaniga bajarishga urinishni o'rniga ularni kichikroq, erish osonroq bo'lgan qismlarga ajratib chiqish kerak deb o'ylayman. Har bitta erishganingiz kichikgina bo'lsa ham, juda ham kichik bo'lsa ham, muvaffaqiyat sizga irodani bir qadar bo'lsin mustahkamlaydi. Va buning uchun o'zingizni mukofotlashingiz mumkin. Biror narsani o'zingizga hadya qilishingiz mumkin. Ikkinchisi bu kuzatish. O'zingizni kuzatish haqida aytyapman. Xatti-harakatlaringizni kuzatasiz. Qaysi vaziyatlarda irodangiz zaiflashadi? Bu nimaga yordam beradi? Bu kuzatuv o'zingizni yaxshiroq tushunishingizga va yana kamchiliklarni toparkansiz, ularni bartaraf qilish orqali yana irodani mustahkamlashga yordam beradi.